Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana bu darvozamizni qayta fasondagi shtampovka darvozamizni klassifikatsiya bo'ldi. Hozir buni bezaklarni berib, xudo xolasa chiroyli xillaklarni sepamiz. Netlariga qora kres sepilyapti. Qora kres sepilgandan keyin chiroyli xillaklarni sepib beramiz, xudo xolasa. Yuzlari buruvchida bo'lgan, profillar oltiga to'p. 1,5 stenkada bo'lgan. Shanna tomoni 8 ga to'p, 1,7 da bo'lgan darvozamiz. Uyda egalari baquvvat qilib qalamda qilib beringlar degan uchun, zakaz qilgani uchun baquvvat qilib xudo xolasa yasadik. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar.